Yo'q, sen bu odam bilan do'st bo'lyapsanmi? Menga qarab ol akay, menimcha sen esingni yeb qo'ygansan. Men ham uni bundayligini bilmagan edim. Lekin buni ahamiyati yo'q, u mehribon. Men ham Minecraftdagi eng chiroyli moblardanman. Menimcha meni ko'zim ko'r bo'lgan ekan. O'chir ovozingni. Uning ahvoli yaxshimi? Yo'q, unchalik ham yaxshi emas. Unga juda ham kuchli damlama uloqtirishgan. U tuzalib ketadimi? Men qayerdan bilaman? Agar unga yordam bermasang, u nobud bo'lishi mumkin. Bo'lmasam shifobaxsh damlama tayyorlang. Men bunday damlama tayyorlashim uchun kalamush cho'lbaqa mo'rining qoziqishi kerak bo'ladi. Lekin men sizlarning muammoingizga aralashmoqchi emasman. Shuning uchun meni tinch qo'yinglar. Xudo rahmat qilsa, men ketdim. Oy, qayerga? Agar damlama tayyorlamasangiz, u o'lib qoladi. Shoshma oshna. Oy, alvasti, senga ajoyib taklifim bor. Qani bu yoqqa kel. Meni ortiqcha vaqtim yo'q. Qani yaqinroq kel. Hay, yaramasi, kelishdik. Qani oshna yaqin